Dasturimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Tonggi badan tarbiya mashqlari va piyoda yurish inson salomatligida muhim rol o'ynaydi. Ommaviy sport ommalashayotgan viloyatimizda ham jismoniy tarbiya bilan faol shug'ullanayotganlar safi ortmoqda. Bu borada sport sohasi vakillari tomonidan targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda. Bahorning ilk kuni erta tongda sportga oshno tutingan yoshlar Jizzax shahridagi sport maktablarining o'quvchilari, murabbiylar va yaqin atrofdagi mahalla ahli Mustaqillik maydonida to'planib, tonggi badan tarbiya mashqlarini bajarishdi. 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ishtirokchilar tomonidan yengil nafas mashqlari bilan boshlangan mashg'ulotlar davomida ishtirokchilar harakat tayanch tizimi faoliyatini yaxshilashga ham alohida e'tibor qaratishdi. Darvoqe, inson kun davomida o'zini sog'lom va tetik his qilishi uchun tonggi badan tarbiya bilan shug'ullanishi eng foydali mashg'ulot hisoblanadi. Mutaxassislar ham ertalabki 15 daqiqalik gimnastika mashqlari kundalik ish kayfiyatini 65-70% gacha oshirishni ta'kidlashadi. O'z salomatligiga befarq bo'lmagan tadbir ishtirokchilari ham tanani chiniqtiruvchi mashqlardan so'ng yoshlar shaharchasi bo'ylab belgilangan masofani piyoda bosib o'tishdi. Jizzax aholisi yig'ilib ertalab badan tarbiya mashg'ulotlarini o'tkazdik. Bu an'ana 2-3 yil oldin boshlanganda aholini sog'lom turmush tarziga jalb qilish maqsadida ertalabki yurish, badan tarbiya mashg'ulotlari o'tkazib kelingandi. Sog'lom turmush tarzining asosiy targ'ibotchilari asosan sportchilar hisoblanadi. Sportchilar, trenerlar. Biz ham shunga bor e'tiborimizni qaratib, asosan sportchilarni targ'ibotga jalb qildik. Buning orqasidan aholi vakillari ham shu ertalabki badan tarbiyaga, sog'lom turmush tarzini jalb qilishga o'z e'tiborlarini qaratishadi. Bu tadbirlarni faqat viloyat shahar markazlarida emas, tumanlarimizda ham, chekka-chekka qishloqda ham amalga oshirib bormoqdamiz. Albatta, bu kabi tadbirlar orqali viloyatimizda jismonan sog'lom va ruhan bardam insonlar safini kengaytirish ko'zda tutilgan. Shu o'rinda aholini sog'lom turmush tarziga jalb etishda barcha birdek faol bo'lib, yaqinlarini sport bilan shug'ullanishga undasa, natija albatta ko'zlangandan ham yuqori bo'ladi.